Hey, siz Qasımning nimasi bo'lasiz? Men uning xotini. Tom ikki o'rmichichi qaq pachiqaga tushadigan chiroyli cho'kan ekan. Bundan keyin yuzimni qandoq ko'tarib yuraman. Agarda men utib olsam, xotinimdan o'tsam, qandoq? Har qaysing bu yerga onangni erga bagil kelishdingmi? Seyit begi menga elchi singlig'ini opirib so'labdi. Men hargiz bormayman. Xotinimni o'zimga qo'ychi nima qil? Unda qilma. Vay shimg'ida va aqsini bir tikma beka. Hozirgi kagicha Qosim oxundan boshqa arzatiga ko'nglimning peshini tutqizib baxmidim. Bechora nafasim qopdi. Gelmezsin. Bu şeyde konuşlar. Ondan kımlanlar. Emarg'a tikilgan xotin. Oyshem Ismoil tabassum. 3-qism. Namancho'liq Matturdi bort bilan yer o'lchavotgan ikki yigitga agishib ketayotgan Zivarnisaga qarab qetib qolgan edi. Seyitboy uning diqqatini tortish uchun gelini qirib qo'ydi. Shundala Namancho'liq Seyitboyning yanida ekanligini esiga kelib, og'aynisiga yuzlandi. Birodar, mahalla atlab kelib, shuncha yiroq yerga anji to'shimiz da'vat emas. O'zimiznikiga yetishib bo'lamay turganda, balla mush xotinning bug'dini to'shamda, baya uning talabiga ma'qul bo'lmaydigan ishdi deyman. Unchalik deb ketishmayli, birodar. Yalg'iz bir ayol kishgan. Ya eri asqatmasa, qiynanisi kasal yatsa. Elimo boshqa xalqning xotinidek Utvog'inimni bersan deb uyga mol suylab borsanglar, yig'lab, tillab, urushib jidal qilmadi. Aladig'inini ol deb yo'l boshlab berib atadi. Uning yuzi bo'lmasa, buning bo'lsin yuzini qilali. Bizning qiz bola voqalarimiz bor. Yat bo'lsa-mu bir ojizak yaxshilik qilib qo'ysa, kunlarning birida o'zimizning och singillarga, qizlarimizga yonida emasmi? Chiroyini sarg'aytib, men bir umidlar bilan yordam talab qilyapsa, sizlar kassanglar shuncha ishga yana o'zi yolg'iz qoladiganini oyoqdagi oshdekla oydan tursa, nim bo'lsang bo'l deb tashlab qo'yib ketsanglarmi, erkakchilikka yarashmaydigan ish bo'ladi emasmi? Namancho'liq Seyitboyning ezib tushundirib ketishlarini toza yoqtirmadi. Onunchi bo'lganda bu xotinga toza bir hayvi ko'ztib, buningdan keyin yo'lda uchrab qolg'idek bo'lsa-mu, qo'l qo'yishtirib bir chetga o'tib, o'zining qarisi yutkicha hurmat bildirib turg'idek darajada qo'qitib, yuragini ezib qo'yg'isi bor edi. Zivarnisa etizga kelganda, uning ko'zlaridagi mag'rurlikni ko'rgan, muomalasidagi qattiqlik, taglab o'ylisi tushunib ketgala bo'ladigan bo'ysunmas ruhni bilib yetgan Namancho'liq shu chog'da bularni o'ylab, planlab ulgurgan edi. Biroq kutilmaganda Mono birodari uning irodasiga xilof oldi. Zivarnisaning talabiga ma'qul deb qo'ydi. Endi gapidan yinivasa erkakchilik kimi, birodarchilik kimi yot qiliq bo'lib qoldi dedi. Seyitboy bir narsa demagan taqdirdimi Zivarnisa demay qolmaydi. Shundoq bo'lganda Qosim Polko'zning qolgan bo'doylar bilan yerlarni utib verib bo'lib, orqadan uni xotini Zivarnisani qimog'iga tikishga majburlab, ondan xelidan buyon ishiltib kelgan qimordagi panda yelisini davomli ishiltib Zivarnisani utib olish planiga ta'sir etdi. Zivarnisani utib olib o'zining qilib olgan taqdirdimi mush qitim gapida turmag'ini keyinchi taxsiga chiqmay qolamdi. Naqadar sajjilik ha? Namancho'liq qisqa vaqtda shularni o'ylab ulgurdi va og'aynisining bilib bilmay o'ziga yaxshi fikr bergani. Zivarnisaga yaxshichiq bo'g'idek fursat yaratib berganiga ko'nglida mamnun bo'lib qoldi. Yigitlar hash-pash tugicha yerning 5 mosini o'lchab belgi qilib, yerning beshidagi yo'g'on ujmaning etizga tashlanib turgan cho'ng bir shexini qoppaldan sundirib, ana shu yerning 5 mo degan yeriga belgi qildi.
Matturdi Burt bilan Zivernisa ularning kenidan top besib yurib, hamma ishning beshida qarab turdi. Zivernisa yerning o'lchanishiga, bug'doylarning to'shilishiga qarshi fikrda bo'lmadi. Matturdi Burt ishlamchilarni buyurib yurib, anjilani mapilarga bosqizib bir necha qitim to'shdi. Shundaqdimi Qashqaraygacha 5 mo yerning 3/1 qismidagi anji eshib qoldi. Toki shu chaqqicha otlarni ujmaga bog'lab qo'yib, o'zi ujma soyasida tog'dan bog'dan paro soqib o'ltirgan Namancho'loq bilan Seyitboyning hech qaysisi ishlarni Matturdi Burt bilan ishlamchilarga topshirib, o'zlari qaytib ketishni o'ylashmadi. Hisob holidan kessimi, charchab yeni yer totib tursimi joyida o'ltiraverdi. Tarti qistisa 50 metr nariga ujma bo'kligiga cho'kib, g'ajdan ravo qildi. Seyitboy Namancho'loqni ketmamdiganda deb. Namancho'loq Seyitboyni kesgan deb orzulab, har ikkisi o'z ko'nglida Zivernisa bilan birdamgina yolg'iz qilishni o'ylashib, cho't so'qiyotdi. Zivernisa bo'lsa, ishlamchilar anjilarni to'shib bo'lsa, qiyb qolganlarni xamoga to'shib bermay tikivatmasin deb ansirab, qo'shnisiga qo'yib kelgan 2 yoshdan oshgan o'g'li Abbos bilan kesal yotgan qiynonasida voyim yeb tursimi, yanada qaytib ketmay, ishlamchilarning kenidan bir bossa bir bisib, 2 bossa tang qadam yo'tkab, ishlarga haydakchilik qilib yuratdi. U ichida erini tillashga boshladi. Untekin studiyasi. Baribir utturmisan ko'ngling unmaydigan bug'doyni anim bo'lsa, hamon ommasda uttiribsan. O odam bo'lmaydigan to'ng'iz. Ming o'lib, ming bir tirilib xamonni ilib, bug'doyni qaznaqqa to'shib bo'lgan cheg'imda uttirgan bo'lsang, o ishkisi tayyor bug'doyni so'rab mangan bo'lsa, hozir qadami bekrak alam bo'lar edi. Yo bir o'zingni qimog'i tikib uttirib yetib, bu uyga menga oyoq basmaydiganga yo'qolmading. Ya bir ölüm bämidi sen necizqa. Bu soğu atlap bu uyga kirganimdan beri mavuni topdim deb 2 tanga pul ekirib baqqaningni bilmayman. 6 kunda 7 qitim uttirib, dadangning topgan tagini tugitib, anangning chiroyining xonini ketkizib bo'ldim. Endi navbat meni qiynashga kelgan bo'lsa, bumi bo'pti. Peshonamga putilginni ko'raman. Uchidikasi bir chorak deb tikan ko'dila. Qağını şu çağda bir gep bola. Ya beşimni ilip bir yerga kelsam, menden qutulasın. Ya bo'lmasa, o'lsang sendan qutulaman. Balam bilan bichara anikamni demaydigan bo'lsam, 1 minutmi turmaydim u so'g'uq ko'radi. Qashqarayganda Matturdi Burtning buyrug'i bilan ishlamchilar ishni to'xtatdi. Zivernisa ularning eshib qolgan anjillariga qarab ko'nglini tindirdi. Chunki ular chalib qolgan 3/1 qism anjini to'shib ketgili, atigan yana kelatdi. O'zi atiganda ulardan burun etiz beshiga kelib saqlab turalasa, bular anjini mapig besib bo'lganda, endi navbat meninkida deb o'zining anjillarini xamonga to'shiydiganga söyleyalaydi. To'shib ketadiganlari hozir tugigan bo'lsa, ati yana kelishi mumkin emas-da. Baya o söyletlik begim xamonga to'shitib berishga ma'qul bo'lgan anjila o'ziga o'ngchi qoladi degan gap. Ishlamchilar ma'pilani haydab menishga tamshalganda Namancho'loq hammasini to'xtatib olib, gelini qirib qo'yib so'zlashga boshladi. Tatganda men kelmayman. Maturdini, sen bularga bosh bo'l. Ishlarni tugitib bo'lib, ma'u sanamizning anjillarini xaminiga to'shiytinglar. Çokum hemmin yötkep berip andan qaytanlı cuma. İş tüygende sarayga berip şaqınlarını ilvasanlı bolu da. Rahmet begim. Himmetlerge rahmet. Zivernisa beşini yengil egip Namancho'loq salom qildi. Ondan anglashdanmi degandek ishlamchilarga lappida qarab qo'ydi. Ishlamchilar ma'pilani yetalab Matturdi Burt Namancho'loq Seyitboylar otlariga mengishib yo'liga ravon bo'lishga tayyorlanganda Zivernisa tushdan keyin suv ko'tirib kelgan mis cho'ginini qo'liga elib, oldirab uyiga qarab yurib ketdi. Otliqlar shipildab qadam yo'tkab ketayotgan Zivernisaning kaynidan qarab kelishdi. Seyitboy Namancho'loqning qimarxonasida paydo bo'ldi.
Gerçi onun namançoluk bilan og'indarchilik qilib yurganiga 10 yilcha bo'lib qolgan bo'lsa-mu, yana gerçi qimarga xelili usta bo'lsa-mu, o'zi mol-mulk tikib turib qimar o'ynamaydi. O'lib ketgan dadisi Mamtumin Karvon hayot vaqtida bu haqda bakla jekilgan bo'g'achqa azaldan Tavkaga yaqin yo'lamaydi. Yaqin yo'lida deyilganda-mu, pul yoki boshqa narsa tikmaydi. Faqatli ko'ngil ichish uchun. Yana namançoluk bilan onun qimarxonani boshqarishga mas'ul qo'lcho'miqi Osmon Ko'sadan qimar pandillarini o'rganib uchun bira-bira o'ynab qo'yadi. Onun qarishchi bo'lganda, xuddi dadisi aytgandek, o'g'il bolaga 72 xil hunar ozliq qiladi. Mayli yaxshi ish bo'lsin, mayli yomon ish bo'lsin, o'rganibli qo'ysa, hamon bir kuni asqotadigan yo'li chiqib qoladi. Hech bo'lmaganda, bu mu bir ko'ngil xo'shligi edi. Seyitbayning qimarxonada paydo bo'lishi boshda doimli qimovozlarni sal hayron qoldirdi. Oxirgi qitim uni bu qimarxonada qachon ko'rganligini aslayolmaydigan qimovozlar ortiq o'ylabmi ketmadi. Lekin bu hol namançolukni beharam qildi. Seyit birodar tuyuqsiz qimarxonaga kirib qoldi ya. Burundili qimar qiziqmaydigan bo'lmasa. Kallak oltinlarni ko'zitib qiziqtirsam-mu, zinhar unmagan odam bu. Endi bo'lganda nima cho't so'qib bu yerda yuradigan-da? deb o'ylaydi u ichini totilab aram bermayotgan xiyollarni yeb qitizib. Ammo Seyitboy qimar o'ynamadi. U chatda jimmida o'tirib, qimovozlarning vangcho'liq o'yinlariga nazar tashlagach, ostirdan so'q bilan qimar o'ynayotgan, qimorga shunchalik berilib ketganidan birasi ko'tidagi tombilini soldirib olsam sezmugudek bexud bo'lib ketgan Qosim Polko'zni ko'zatdi. Qosim Polko'z egiz bo'yliq, basti o'riq kelgan. Tug'ilishidilla bo'dri chasaqallar seriq qimayil. Ko'zlari mushukninkidek ko'p yigit bo'lib, ko'k ko'zlari sababidan kishilar ismining keyniga laqabini qo'shib, uni Polko'z deb ataydi. Qosim Polko'z bu yerning doimliq mehmoni bo'lib, tutqunidan utturg'ini ko'p edi. Shunga u doimliq utturishlari bilan bu yerda xeli taniq edi. Arqa-arqadan tutishgan nachqul qimarda Qosim Polko'z nachchimo yerini, xamondagi qoldiq anjillarni va nadiligi ma'lum bo'lmagan 5 tag'ar bug'doyni uttirib atdi. Seyitboy uning alamlik lavchishlashlarga bu qitim tikishib qolsa, cho'qim utib oladiganligi haqidagi laplarga sansilib o'ltiradi. Seyitboyning hisobida Qosim Polko'z nachchimo yer bilan baharliq bug'doylarni uttirib atgandan keyin uyda uning xotin bolalari tirikchilik qildik, jinini boqqudek osh o'zi qolmagan edi. Texi qaznaqqa kirishga ulgurmagan bug'doyni xalq utib olib to'shib ketsa, endi ular nima bilan jambaqa deganlarni o'ylagan Seyitboyning ichi achchiq bo'ldi. Tunugin kechda bir chaparminiga Zivarnisoning oila ahvolini, tegi-taktini aniqlab beqishni havola qilgan Seyitboy bugun atigan nashtaga o'ltirmasdala ishik chekkan o chaparminidan Zivarniso bilan Qosim Polko'zga aloqador hamma uchurlarni oldi va Zivarnisoning taqdiriga ichinib, Qosim Polko'zga assilab o'sh bo'ldi. Umtekin studiyasi. Agar Zivarniso Qosim Polko'zdan ajrashib ketalsa, uni amriga elib uyga akitishni, izzat hurmatini qilib, xotin bo'lib o'tishni o'ylab qo'ygan edi. Mana hozir atiganki shu xiyollarning to'g'ri xatoligini jazm qilmasdan, ko'z oldida uttirilib, xalqning bo'lib ketayotgan narsalarni ko'z oldidan o'tkazib, Zivarnisoning keyingi turmushidan g'am yeb qoldi. Seyitboy Qosim Polko'zni qimodan to'sib boqdi. Baribir utanmagandan keyin to'xtab qolish haqida xeyli ko'p nasihat qildi. Biroq Qosim Polko'zga gaplarni anglamaganning ustiga qimoxonani boshqurgan Osmon Ko'saning ochchig'ini keltirib qo'ydi. Osmon Ko'sa uningga yerdigidan qarab olib qo'ygandilar. Seyitboy o'zining bo'lmaydigan bir usulda bu ishga aralashib qolganligini his qilib, jimmida o'ltirib ko'rishga boshladi. Bir chaqda atrofiga qarab, Osmon Ko'sani ko'rmagan Seyitboyning bu yerda o'ltirg'isi kelmadi. U ussigan edi.
Usuluk ishgach, birodari Namancho'loq bilan birdam holmon bo'lishni o'ylagan Seyitboy qimavozlar orasidan sug'urilib chiqdi-da, Namancho'loqning xos xonasi oldiga keldi. O eshikni chekmoqchi bo'lib qo'l uzatishiga ishidan Osmon ko'sining ovozi anglandi. Ma'qul aka, deganingizdek qilay. Lekin bu bekardilla ati 2000 tanga, o'girlikka 2000 tangani Qosim Palko'zga utirib bersak, qarab turib, naq 4000 tanga ziyon bo'larmikan? Seyitboy sagaklashdi. Ya'ni nima gaplar chiqarkan deganda o'ylagan Seyitboy butun vujudini quloqqa aylantirib, uy ishidan kelayotgan ovozga zang qo'ydi. Ko'nglimda sanbavka. Qushqash tutgan odammi oldi bilan azroq danchachidi. Ati o'gin 2000 dan tanga utirib bergan bilan indilliqqa o'zim tavqa uchib, hammasini utib qaytarib olaman. Andin Qosimni xotinini qimog'i tikishga majburlayman. 2 kun utgan tangilarning qiziqtirishda uni xotinini qimog'i tikmaydi deb aytalamsa, cho'qim tikida. Asli ati bir kun yamchik tashlab o'g'illik ishni jo'ndisakmi bo'libdi. Lekin baqo, o'g'illikka yuqoqi mahalladagi Maqsum yog'ochining qazirini suyulish berdiganga ma'qul deb qo'yaptiman. U odam ko'ngli yumshoqlik qilib, qarzdorlardan pul sulayolmay qopdimish. Silining yuzlari meningkidan ustun, qapoqlarining zeydin hammadan qo'rqidi. Men bilan birga berishmagan bo'lsari, pullarimni yig'ib olatdin deb yig'lig'ida qo'pdi. Xayr. Atimo o'gimni o'tkash tursin. Shuninggacha vaqo, sen ishni loyiqida bajarib tursang, xenimni utib olsam, sening qig'iningni hassilab qaytiraman. Ha? Juma? Ma'qul aka, ma'qul. Demagan bilan kallangiz yomon ishlaydi zodi. Gul-guliga keltirib, siz degan bo'yincha jo'ndayman aka. Xotirjam bo'ling. Ma'qul. Shunda bo'lsin hamsa. Qani, osh sovib qoladi dedi. Cho'ng-cho'ng ala, cho'ng-cho'ng ha. Seyitboy eshik tubida turib bu maslahatlarning hammani anglab qoldi va yuragi chimmidi qilib ketdi. Zivarnisoning nozik turqini, muloyim kulishini, mag'rur qarashlarini ko'z oldiga keltirish bilan tang qandoqdir bir shirin sezim konidin kirgunicha yuragiga berib to'xtadi. U eshik tubida turganligini Namancho'loqqa bildirmaslik uchun putining uchida dassab kayniga yondi.